Yangi domlar Novostroykadan 2 xonalik 50 kvadrat. Juda chotki kvartiracha ekan, qarang. Kirib kelamiz. Hol qismimiz bo'ladi, koridorga shaklida. Mana bu joyda prixojin mebelimiz bor. Hop, chap tarafda umumiy sanuzel, yotoqxonamiz va mehmonxona, undan keyin oshxona joylashgan ekan. 50 kvadrat dedim. Shig'ishdan qilingan 6 qavatlik domlarning 5-qavati. Yotoqxonamiz kattagina ekan, domimiz o'zi baland ekan xonalari. Mebelchamiz bor. Kotel marhamat, u konturni ishlab turibdi. Konditsioner bor ekan. Akkuratni holatda turibdi kvartirachamiz. Kir yuvish mashina bor. Bitta sanuzilimizni ko'ramiz. Hop, kattagina ekan. To'liq kafelda, chiroyli akkuratni holatda turibdi. Xo'sh. Va mana bu joyga mehmonxona, ya'ni zal, yumshoq mebel bor. Hamma xonada radiatorimiz bor, televizor va mana buni joyini bo'lib oshxonacha qilib qo'yibdilar. Panoramli, qarang, derazalari hamma tomondan yorug'lik kirib turadi. Mana bu tarafda xolodilnik, stolchani qilibdilar. O'tirib yesa ham bo'ladi, ovqat tayyorlash uchun zona. Mana bu joyga ham bor ekan. Shkafchalar. Bu joyga alohida o'zingiz bilan olib yasab olsangiz bo'lar ekan, bemalol. Kompaktni qilib keraklisini qo'ygan ekanlar. Mana shunaqa domchamiz sotuvga chiqdi. Bitta ko'chani ko'rib o'tamiz. Mana bu tomonimiz. Xo'p, Texnogazoil to'g'risidagi taniqli metan zapravka. Bu tarafda hamma tomon Novostroyka bo'lib ketyapti. Titova ko'chasi, hozirgi Rudaki ko'chasi. Akvaplastdan derazalar. Zudlik bilan sotiladi. 49 ming deyaptilar. 2 xonalik 50 kvadrat. O'zi ham nima deydi, planirovkasi yaxshi ekan, baland. Mana bu yurishda, xonalardan xonalarga kirishda bunday qisilib qolmaydigan. Ba'zi xonalarga kirasiz, planirovkasi qo'y yoki mayda qilib bo'lganlar, bu lekin juda yaxshi holatda turibdi. Kompaktni kvartira qilib yurganlarga yaxshi variant deb o'ylayman. Buni hisob ochamiz, yorug'lik yanada ko'proq kiradi. Rudaki ko'chasi, Texnogazoil yaqinida joylashgan 6 qavatli yangi dom, 5-qavatida 2 xona. Akvaplast hamma sharoiti bilan shunday qilib yashaymiz. 49 ming savdosi bor. Tezda aloqa chiqamiz.